Sevishganlar kuniga ikkita yosh bolalar bilan qayerga ham bora olamiz deb uyni o'zida romantik ujin tayyorladim. Er-xotin bir-birimizni taniganimizga 15 yil bo'pti. Shunda sevishganlar qatoriga kiramizmi biz ham? Mayli, muhim e'tibor deb yurakchalik shag'amni yoqib, ishni tayyor xamirlarni ustma-ust qo'yib, noodatiy bo'lsin deb mehr bilan yurakcha shakliga keltirishni boshladim. Yurakcha shakliga keltirib, chetlarini qo'lim bilan ezib, xamir o'rtasini vilkada teshib chiqdim va ustidan ketchup surib, qirg'ichdan chiqarilgan sirni sepib, yurakcha shakldagi kolbasalarni taxlab, ustidan to'g'ralgan qizil bolgarskiy sepib chiqdim. Duxovkaga 240 gradusga 20 daqiqaga qo'yib yubordim. Bu orada esa stol bezatishni boshladim. Kayfiyatni ko'tarish uchun gullar va uydagi allambalo idishlardan foydalandim. Yurakchali pizzamiz ham tayyor bo'ldi va ayolimga syurpriz qilib hamma narsalarni tayyorlab xonaga olib kirdim. Har doimgidek xursandligidan uvullavordi va er-xotin o'tirib maza qilib birinchi tanishgan paytlarimizni eslab yurakchali pizzalarni yeb oldik. Oxirigacha xursand bo'lsin deb kir idishlarni ham eng oson usulda tez yuvib tashladim. Yog'li idishlarni tog'oraga solib, ustidan bavini sepib va qaynab turgan suvni quyib qo'ydim. Birpasdan so'ng esa idishlarni suvda chayib tashladim. Xullas, sevishganlar kuniga ana shunday kayfiyat ulashdim. Agar sizga yoqqan bo'lsa, kommentda "Voy super ota, bir ham romantichni siz" deb yozib keting, xursand bo'laman.